Assalomu alaykum yurtdoshlar. Toshkentdan mana Primoy reyslarimiz Qo'yliqdan Toshkent, Volgograd, Saratov, Krasnodar yo'nalishlariga Primoy chiqib ketmoqda. Dilshod aka, assalomu alaykum. Endi esa Dilshod aka faqat biz bilan hech ayrilmaymiz akamiz bilan, Shopir akamiz Moskvaga ham qatnadi. Endi esa mana reyslarni Krasnodar yo'nalishiga amalga oshiradi. Nima deysiz Dilshod aka? Primoy reyslarni bosamizmi? Endi buni bu yog'iga faqat gazini bosamiz akalar. Biz bilan bog'laninglar, batafsil ma'lumotlarni olinglar. Har xil videolarga ishonib qolmanglar akalar. Sababi qo'lma-qo'l olib ketasizlar. Primoy reyslar faqat Qo'yliqdan bo'ladi akalar. Va narxlarga kelsak, boshqa avtobuslarga qaraganda 50 ming so'm, 60 ming so'm qimmatroq, zato davlat avtobusi. Endi esa ichini ko'rsatib chiqing. Ichki holatlarni ko'rsatamiz. Avtobusdan kamchilik umuman yo'q. Xudo xolasa avtobuslar, yangi avtobuslar kamchilik bilan voditellarimiz, voditellar endi birinchi marta bor ekan voditellarimiz. Avtobusni ichki holati go'zal holatda nihoyatda. Har bir sidinada mana zaryadka stolsalari, hamma yo'g'i bor avtobus. Monitor, suv, sovuq suv. Akalar kelaverasizlar. Manzilimiz Qo'yliq, Vodiy Pitay. Xudo xolasa voditellarimizdan bitta-ikkita reys borib keladi. Chotki bo'lib, keyin yo'llarni ham zo'r o'rganishib oladi.